erta yozga alma pishadi, almani tagiga o'tirib, alma pish, og'zimga tush deydigan sharoit bo'ladi. Tem bo'la havo suzar ekan. Assalomu alaykum hurmatli do'stlarimiz, Buxoro shahar Xushun qishlog'ida Mahmud Tarobih mahalla fuqarolar yig'inida katta 700 yotoqdan iborat tayyor uchastkamizning obzorchasini sizga ko'rsatib o'taman. Davrozdan kirgan vaqtimiz kattagan davrozxonamizdan kutib oladi. Katta mehmonxonamiz bor. Bu uchastkamizning xonalari soni ikkita bolalar yotoqxonasi, ikkita kattalar yotoqxonasi va katta kengina mehmonxonamiz bor, ikkita sanuzeli bor, bitta kuxnimiz bor. Supamiz katta kengina, chotki sharoitda taxlab qo'yganlar, travertinlar qilingan, oyoq ostlarimizga izvisak burchatkalar terilgan, bemalol kattagina maraka qilsangiz ham bo'ladi. Hurmatli domlalarimiz, daraxtlari bor, zaldori deysiz, shaftoli deysiz, alma deysiz, hamma narsasi bor. Bu uchastkamiz narxini u yoq bu yoq kelishib 85 ming deb baholayapmiz. Yana savdolashga zazorchasi bor. Xohlasangiz naqd pulda, xohlasangiz ikkilamchi kredit asosida ham rasmiylashtirib beramiz. Hurmatli domlalarimiz, bizning obzorchamiz sizga ma'qul kelganmiz. Yurakchani qizortiring, o'z yaqiningizga tezroq tarqating. Siz sababchi ular shu uchastkani sohibasi bo'lishi mumkin. Nima deyman? Pastga nomerimizni qo'yib o'tamiz. Bizga aloqada chiqing, uchastkani kelib ko'ring. Ma'qul bo'lsa, soqqachani tashlaysiz, shu uchastkani xarid qilib maza qilib yashaysiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Feroz aka, sog' bo'ling.